Yomg'irimiz juda ham tez yog'ildi. Ana endi asta-sekinlik bilan tomchilay boshladi. Millat kelajagi bolalar qalbida shakllanadi. Qalb esa qadriyat bilan boyiydi, an'ana bilan mustahkamlanadi. Namangan shahridagi 66-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiya jarayoni aynan shu tamoyilga asoslangan. Bolajonlar, bugungi ta'limiy faoliyatimizda biz sizlar bilan mehnat qilamiz. Bu yerda har bir mashg'ulot shunchaki dars emas, balki ma'naviy tajriba, xalq og'zaki ijodi, milliy o'yinlar, urf-odat va an'analar bolalar ongiga tabiiy singdiriladi. Ertaklar orqali yaxshilik va yomonlik mezoni tushuntiriladi. Milliy kuy va raqslar orqali estetik did tarbiyalanadi. Tashkilot direktori Nigora Yusupova boshchiligida tarbiyani tizimli yo'lga qo'yilgan. Direktor o'rinbosari Dilfuza Abdullayeva pedagogik jarayonning uzluksizligi va sifatini ta'minlashda faol ishtirok etadi. 66-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti 1981-yil bunyod etilgan bo'lib, quvvati 140 o'rinli. Hozirgi kunda 240 nafar tarbiyalanuvchilarni qamrab olingan. Bolajonlarga 16 nafar pedagoglar ta'lim-tarbiya berib kelishmoqda. Ulardan 14 nafari oliy ma'lumotli, 2 nafari esa o'rta maxsus ma'lumotiga egadirlar. Bu yerda boshqaruv nazorat emas, balki metodik hamkorlik shaklida yo'lga qo'yilgan. Alohida e'tibor kasbga yo'naltirishga qaratilgan. Kasblar olami loyihasi doirasida bolalar shifokor, quruvchi, oshpaz, o'qituvchi kabi kasblar bilan rolli o'yinlar orqali tanishadi. Milliy hunarmandchilik elementlari asosidagi amaliy mashg'ulotlar esa ularning ijodiy tafakkurini boyitadi. Naqsh chizish, loy bilan ishlash, tabiiy materiallardan buyum yaratish, bularning barchasi kelajak kasbiga ilk qadamdir. Bu maskanda mustaqillik va mas'uliyat ham tarbiyaning ajralmas qismi. Bolalar o'z-o'ziga xizmat qilish, tartib-intizom, jamoada ishlash ko'nikmalarini kundalik faoliyat jarayonida egallaydi. Zamonaviy yondashuvlar ham milliy ruh bilan uyg'unlashtirilgan. Interaktiv metodlar, mantiqiy fikrlashga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, STEM elementlari orqali bolalarda tahlil qilish, muammoni hal etish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiriladi. Natijada bu yerda tarbiyalanayotgan har bir bola o'z ildizini anglagan, zamonaviy fikrlaydigan va kelajak kasbini ongli tanlashga tayyor shaxs sifatida shakllanib boradi. Milliylik bu yerda bezak emas, tarbiya mezonidir. Kasbga yo'naltirish esa shunchaki loyiha emas, kelajak strategiyasi.